Canfey'nin haraq içib şəhərini tatqızıb qoyuşı. Yaxşımısınızlar dostlar? Bunda qoz biz 3 padişahlıqni davamlı sözləb ketdik. Biz aldığımız filmdə Liu Bei bilan Yuan Shao'ninki to'qunishqanlik to'g'riliq so'zlagandik. Endi bular to'qunishayotgan vaqtda, ya'ni Liu Bei Yuan Shao hujum qilib, shuninglar urushayotgan vaqtda ham Canfey Shizhou shahrini saqlab, nihoyatda hayotning fayzini surayotgan bo'ldi. Ya'ni Liu Bei shu shaharni Canfeyga topshirib qo'yib, minishdan burun Canfeyga bundaq 3 shartni qo'yib qo'ydi. Birinchisi aroq ichmaslik. Ikkinchisi lashkarlarni dumbalmaslik. Uchinchisi lashkarlarni davomli mashq qilib turish, burunqi tuzum bo'yicha normal mashq holatida to'xtamay mashqlantirib, nihoyatda hushyorlik bilan turish. Hem Canfey emmisiga qo'shiladi, hatto imzo qo'yib, cho'ng xatlarni yozib unutib qolmaslik uchun o'zining uyiga, ham shu o'rniga chaplab oldi-da, o'zini eskartib turish uchun. Lekin Liu Bei ketishi bilan bu endi birinchi shartga xiloflik qildi. Ya'ni nima degan vaqtda aroq ichish. Ham bu Canfey'ninki aroq xumor va aroq ajoyib amroqda kunda ishimiz turolmaydi. Hamda Liu Bei bo'pti boshqa vaqtlarda ichsang ish, shaharni yolg'iz saqlagan vaqtda ishmagan, sav Liu bo'la bizga qarab turibdi shaharni evilishga. Agar ozroq diqqat qilmasak, shahar qo'ldan ketish mumkin. Degan gapni toplab tursimi, Canfey hamda bir qitim ichib qo'ygan nima bo'ldi deb aroqni akilib shundan. Bugun bir kun ichib olmay, undan keyin ichmayman degan shartni o'ziga qo'yib turib ichidi. Ham ichganda mana chiq ichidi. Uning ustiga bu o'zi ichgan bo'lsa-mu mayli. Boshqa lashkarlarni, boshqa sanog'onlarni sizlar shaharni yaxshi saqlanglar, shu lashkarlarni yaxshi mashqlantirib, shaharni hushyor saqlanglar. Men bugun bir kun aram olay, may ichib olay deb ichgan bo'lsa-mu boshqa gapdi. Ammo bu qanday qildi desa, barliq sanog'onlarni o'zining atrofiga yig'ib, aroqni birga ichimiz, ya'ni mayni tang ichimiz deb atrofiga yig'ib oldi. Endi bu Canfey'ninki shu aroq ichgan vaqtda, ya'ni may ichgan vaqtda atrofiga shunday do'st birodarlarni yig'ib olgan ishi nihoyatda ko'p uchraydi shu padişahlıqdan amroqda. Shuning bilan bu endi sanog'onlarni hammasini yig'ib olgandan keyin, demak bu yerda lashkarlarni mashq qilgan ish to'xtab qoladi. Hushyorlik bo'shib ketadi. Endi bu aroq ichayotgan vaqtda hamma sanog'onlarga birdan aroqni tutib chiqadi. Mayni hammasini ichsizlar deb o'zi bilan tang ichishga zo'rlaydi. Ammo shu sanog'onlarning ichida bir yashangan bir sanog'on bor. Savbo deydi. Ammo shu Shizhouda uzundan buyon tavchanga billa agishib yurgan bir sanog'onda, qiyri sanog'on hamdi. Ammo shu sanog'on kelgan vaqtda bu hamda aroq ichmaydi, rad qildi. Men burundan tortib aroq ichmaydim deb unumaydi. Amaliyotda bu sanog'on azaldan aroq ichmaydigan sanog'on ekanda, cho'ng sanog'on. Shuning bilan Canfey buningga unumay zo'lab ish kuzidi. Sen mening yuzimni qilmamsan deb. Amaliyotda hisoblab kelsa Canfey'dan ikkisi atrofida cho'ng bir sanog'onda bu 50-60 yoshga kirgan. Canfey degan ham 30 yoshga kirgan odam bu vaqt. Buni deb oxiri Canfey'ning yuzini qilib bu ichidi, mayni bir piyol ichgandan keyin to'xtab qoldi. Endi ichmayman deb Canfey'ga shunda o'zininki test ichganligi, azalda ichmaydiganligi, bu vaqtda yuzini qilib ichganligini tushuntirgan vaqtda Canfey'ning achchig'i keladi. Bu vaqtda Canfey asosan mas'ul bo'lgan vaqtda shuning bilan buning achchig'i kelib, bu sanog'onninki og'ziga 50 tayoq urish to'g'riliq, ya'ni shundayliqi qumush tayoq va qumush tayoqni burun og'ziga urdi, shunda kachatlab urish to'g'riliq, shunda buyruq tushirdi. Shuning bilan lashkarlar buni achiqib og'ziga urimiz deb tayyor bo'lgan vaqtda boshqa sanog'onlar hamda Canfey'dan o'tinadi. Bu yashangan sanog'onni urmayli, tini ko'taranmaydi. Uning ustiga buning hurmatini cho'ng. Buni urib qo'ysak, bu degan sanog'on tursa buning hurmati bor, yuz obro'yi bor, keyin pushaymon qildigan ish chiqadi. Liu Bei, ya'ni bizningki posibonimiz kelgan vaqtda buni tushuntiranmay qolsangiz deganki Canfey'ning texmat chiqadi. Bu endi o'zininki shu chiqqan qaror bilan qarshi-qarshqanligi bek o'shda mas'ul qolgan vaqtda texam tutudi bu achchig'i. Shuning bilan unda bo'lsa og'zi urmasak mayli. Unda bo'lsa 50 kaltak urilay deb dumbisiga 50 kaltak urdiganga ham shunda bir buyruq tushirdi. Endi yaxshi yer nima degan vaqtda bu cho'ng sanog'on, ya'ni yashangan sanog'on, bu Shizhouda uzun turgan bo'lg'achqa, bu lashkarlar sanog'onlar hammasi buni to'ygan bo'lg'achqa, ham shu kaltaklaydigan cheriklarni buni urgan vaqtda nihoyatda rahimdillik bilan
asasen boş urupla elliklerini tügütüdü. Tüketkenliğin keyin hem bu sanğımı tayaqtın qutulup qaladı. Lekin bunun yüzde burayı acayip düşüp gitti de. Bek açık kıl Canfey. Şondan bu ki ötüp gitti. Ötüp ketkenliğin keyin ertesi Canfey uygunup nimiş oldu ya dep yendiki nökerden sorgandan keyin şondan bu nökerler anandikin boğa işini deppegendiki voy bu çatak şuptu. Men acaba urup koyuptu men. Bunun kechirim sorub alay dep endi çoğ yaşangan sanğımını çakırıp ekilip bunun kechirim soraydı. Kechirim sorgandan keyin endi sanğımı boptula. Lübey'nin pas balımın fukusu olgan diken keçirip ötey dep. Ama yok keçirip ötüdü. İkisi yarışıp kaldı. Şunun bilen bu sanığın hemde çıkıp ketmekçi bulup bir yağız gapni dep koydu. Ama şu gapni demegen bolsunmu? Endi bu yerda bunda çoğ işler çıkartmasdı. Lekin şu bir yağız gapning xatolygi tüpeyli bu Canfey çoğ iş derip koydu. Şu jomu qo'ldan ketib qoldi. Ama bu nima deydi degan vaqtda Çikitiş jarayonida meni urgan bo'lsangizmi mayli. Hech kimning yuzini qilmagan bo'lsangiz mayli. Ammo siz bir kishining yuzini qilmay qoldingiz. Agar shu kishining gapini anglagan bo'lsangiz, balkim siz urmas o'g'aytdingiz meni degandan keyin Canfeyning achchiq tixim keldi shuni bilan. Ey, men seni urish uchun taqa xalqning yuziga qaramdim. Kimga shu xalqning yuziga qarab urg'idak? Men hech kimning yuziga qaramayman, yuz xotir qilmayman. Deb shuni bilan kim o degandan keyin men Lübo'ninki qiynatisi degan bir gap deydi. Endi bu Lübo'ninki Tiyovchandan boshqa 3 xotini bor. Buni biz Lübo'ning so'ziga vaqtda tafsiliy so'zlamagan, lekin Lübo'ninki 3 xotini bor Tiyovchandan boshqa. Kino chiqmaydi bu, lekin tarixda bor. Demak, bu shu 3 xotinning ichidagi birisininki dadisi ma Savbo degan odam. Shuning bilan endi Canfeyninki achchig'i 40 gazi chiqadi. Nimishqa? U azaldan Lübo'ga o'sh. Şu devirde endi Canfeyni öş adamlarını sanaydigan bolsak, endi Lübo'ni birinchi sitizish bo'ldi. Eng öş adamda. Aşı üçeylen, yani Sayinjan Lübo, Lüganjan üçsülen Lübo uruşqandan başlap Lübo'ga öş o'g'il turgan bu. To'xtamasdan shunga har qatim Lübo'lar uchrashib qolsa, tillaydi, urushidi. Lübo bilan ko'rishib, Chopin uning bo'lib olgan vaqtidami Canfey tas qoldi uning bilan tutishib ketdilar. Necha qatim ochiqlashib, qurollarni ko'tarishib qolgan vaqtda Lübo o'tirib orib oldi. Demak, Lübo'ga ajoyib o'sh. Lübo'ninki Chopinni Lübo'ga berganligimi ochiq kelib turgan vaqtda shuning bilan bu g'azbin basanmay sang tuniginki 50lar azib qopdi. Bugun yani 100larga urilasin deb o'zi qarab turib 100larini urg'izdi. Şunu olan Savboninki muşu bir yağız gipi bilen bu nahayeti köp tayak yap gitti dokuz. Endi bu Savbomu bu dertlerin içi yutup bulanmay şunu olan asli Lübo'ga erzini etmoqchi bo'lgan, lekin shu kuni kechirim so'rab to'xtab qilish niyatiga adam tayoqni ham bir qitim yegandan keyin shu kuni kechdilar o'zining shu xos navkarlari buni ko'tarib Chopinga, yani Lübo'ning yanına bordi. Shuning bilan bu Lübo'ga o'zininki dard alimin aytqach shu jo'ni tatib oladigan fursatning yetib kelganligini aytdi. Canfey hozir kunda aroq ichib mast yuryotdi. Lashkarlarni mashq qilmayotdi. Sang'ullarni belloning bilan maychatdi. Liu Bei, Guan Yu, Zhao Yunlar hech qaysi shu jo'da yo'q. Uning ustiga qo'shinning ko'p qismini boshlab ketdi. Biz mushundoq Chopin turaveramdik. Agar xohlasangiz men kechda shujuning qo'qini ichib berishni xohlayman. Siz shujuq bostirib keliblar, tatib oling. Uningdan keyin men sizning qo'l ostingizda ishlay. Men sizga sanog'on bo'lib billa shu shujuni biz boshqarib mangla degandan keyin bu gap endi Lübo bilan Chungongning qulog'iga yoqdi. Bu Chopin degan kichik bir yer. Uning ustiga bu yerda ochliq chiqmaydi. Chuqum shujudagi shu açlıqni azazdan muşular yeb Allah 700 gidek alatda 700 birvatqanda Liu Bey'la. Demek bularning taraqqiy qilish, cho'ngish imkoniyati yo'q. Endi bu shujuni tatib olsa, buna cho'ng fursat bo'ladi. Shuning bilan shu plan bo'yicha Lübo yarim kechida bostirib kiriblar, shujuni tatib oladi. Canfey o'zininki az bir qism qo'shinni boshlab shahar sepidan chiqib ketdi. Demek Canfeyninki shaharni tatqizib qo'yish hikoyasi mana shunday.
Undaq o'z do'stlar, uch padişahlıqdaki texmi ko'p nadir mazmunlarni olmoqchi bo'lib qolsak, texmi cho'nqur tushunmoqchi bo'lib qolsak, kishilik munosabat, igilik tiklashga oid mazmunlarni olmoqchi bo'lib qolsanglar, astidagi bular orqali men tayyor so'zlab qo'ygan darslikni anglab agar mushu do'stlarning ichida so'zlash qobiliyatini oshirishni o'ylashayotgan, nutq o'rganishni o'ylashayotgan do'stlar bo'lib qolsanglar, bizningki mushu izdan nutq risolasi yordamchi material birlashtirilgan 6 oylik nutq sinfiga qatnashib qo'ying. Bu orqali so'zlash qobiliyatinglarni yaxshilay olasizlar.